Assalamu alaykum hörmətli qarindaşlar. Golland dili grammatik dərsimizə xoş gəldinglar. Biz bugün 51-ci dərs Golland dilidəki 8 xil zaman şəkli. Yəni biz bu 8 xil zaman şəklinin hər birisini birdən dərs qılıb ayrım-ayrım sözüldük. Əmdi bu dərsimizdə 8 xil zaman şəklini bir cədvəlləşdirib bir alətdə əp gəldik. Bu 8 xil zaman şəklini bir alət ifadələş arqılıq əmdi sizlərə tıxım bir düşünüş köp getişini 8 xil zaman şəklini qanda fərqləndirishni silishtirma şəkildə tıxımı aniq bolsun deb bu dərsni tayyorladik. Şu bu dərsni bir qo'shimcha dərs sifatida ko'rib yəni sizlar ko'rgandek biz bu 8 xil zaman şəklining ham normal gollandcha atilishi, latincha atilishini misollar bilan keldik. Dastlabda eng ko'p ishlatilgan golland tilidagi 4 xil zaman şəkli. En köp işletilgan 4 xil zaman şəklinin бүткен ötken zaman en pek köp işletilip ketmeydi. Yani hazırkı zaman on foltoyda texin ordıq deyil, qısqartıp OTT dep atıldı, yani latince atılışı presens. Mesela misal, ik verek, ik glis, ik lop, ik eğit, muşlarının hemmisi yani hazırkı zaman şekli. Ötken zaman on foltoyda verleden tijd, OVT, yani imperfectum. Mesela ik werkte, ik woonde, ik las, ik liep. Yani pelninki qaydik pel, qayds pel asasen d yoki t qo'shildi birlik uchun, ko'plik uchun din, tin qo'shildi yoki qaydsiz pel o'zgaraydi. Yani mushkul zaman şekilleri. Üçüncü xil yani ko'p ishlatilgan zaman şekli pütken zaman foltoyda tegen ordıq deyil, VTT yoki perfectum. Mesela ik heb gewerkt, ik heb gelezen, ik ben vertrokken, ik ben gegaan. Yani hebben yoki zijn qo'shilgan foltoyda deyiladi. Ondan pütken ötken zaman, yani ötken zaman bilan pütken zamanning birlashgan shakli, yani foltoyda verleden tijd, VVT plus komperfectum. Mesela ik had gewerkt, yani ötken pütken zaman bo'lganligi uchun yordamchi fe'lning o'tgan zaman shaklida keladi. Ik had gewerkt, yani ik heb gewerkt emas, ik had gewerkt, ik had gelezen, ik had gelopen. 5-ci xil zaman şəkli kelgüsü hazırkı zaman, yani normal kelgüsü zaman şəkli futurum latince atılışı. Mesela ik zal werken, ik zal lezen, ik zal lopen. Kelgüsü pütken zaman şəkli voltooide tegenwoordig toekomende tijd, VTTT. Futurum exactum latince atılışı. Mesela ik zal gewerkt hebben, ik zal gelezen hebben, ik zal gelopen hebben. Kelgüsü ötken zaman şekli onvoltooide verleden toekomende tijd, yani futurum paraiteritte. Ik zou werken, ik zou lezen, ik zou lopen. En axırkı zaman şekli kelgüsü ötken pütken zaman şekli VVTT, voltooide verleden toekomende tijd, yani futurum exactum paraiteritte. Yani ik zou gewerkt hebben, ik zou gelezen hebben, ik zou gelopen hebben. En biz bularning hammini misollarni ekeldik. Mesela hazırkı zaman ik werk in het ziekenhuis. Yani men doktorxonada ishlayman. Bugun ishlayman, atim ishlayman. Yani hazırning o'zida ishlayman. Ötken zaman verleden tijd ik werkte in het ziekenhuis. Yani men doktorxonada ishlagan. Yani burun ishlagandim. Hazır işlemayman, lekin burun ishlagan. Ik heb in het ziekenhuis gewerkt. Men doktorxonada ishlagandim. Bu men burun ishlagan, hazır ishlamayman. Ik had in het ziekenhuis gewerkt. Yani men doktorxonada ishlagandim. Bu hem burun ishlagan, hazır ishlamayman. Lekin biz bu üçünün farqini hamda cümlede ifadalagan ahvol, onun keyindan keladigan cümlelerge asosan üçülisinin farqi var. Bunu biz şu xil zaman şeklini sözlegen vaqt tushundirgan. Bunun farqini bilish uchun şu derslerimizde qayta anglab chiqishinglarni tavsiya qilamiz. Ondan kelgüsü hazırkı zaman, mesela ik zal in het ziekenhuis werken, yani hazırning o'zida ishlamayman, lekin pat yaqinda ishlayman. Balkim bir haftadan keyin, 2 haftadan keyin yoki kelgusida, yani ik zal in het ziekenhuis werken.
Kelgüsü pütken zaman ik zal in het ziekenhuis gewerkt hebben. Yani men doktorxonada ishlagan bo'latdim. Yani mesela doktorluk kasbida o'qigan bo'lsam, doktorxonada ishlagan bo'latdim. Deb yani o'tmishdiki kelgusida yuz bermoqchi bo'lgan bir ishlarga. Kelgusi o'tgan zaman ik zou in het ziekenhuis werken. Men doktorxonada ishlamoqchidim. Doktorxonada ishlashni plan qilgandim. Doktorxonada ishlashni o'ylagandim burun o'tmishda, lekin bo'lmadi. Ik zou in het ziekenhuis werken. Eng oxirgi kelgusi o'tgan zaman shakli ik zou in het ziekenhuis gewerkt hebben. Yani men asli doktorxonada ishlagan bo'latdim. Yani asli bunday qilgan bo'lsam doktorxonada ishlagan bo'latdim. Ayni vaqtda bunday ish bo'lgan bo'lsa doktorxonada ishlagan bo'latdim deb yana hammasi yani o'tmishdiki kelgusiga yuz bermoqchi bo'lgan balkim bir faraz qiyos xarakterdagi farzimiz yuz bermagan lekin shu bo'lishi mumkinti deb faraz qilgan qiyos qilgan bir holatni demoqchi. Ya'ni mush qo'llantildagi 8 xil zamon shakllari shu. Biz endi bu 8 xil zamon shaklini mushta bir darsda, mushta bir misollar bilan ko'rish orqali sizlarga tixim bir tushunish bo'lib qoladi degan maqsadda bu darsni tayyorladik. Inshaalloh bu darsninki shu jadvallarni to'xtatib turib shu fe'llardagi fe'lning har qaysi zamon shakllariga diqqat qilib turib ko'rib chiqishinglarni tavsiya qilamiz. Shundoq qilib shu golland tilidagi 8 xil zamon shaklini so'zlaydigan darsimiz shunga bilan oxirlashdi. İnşallah naq maydon amaliy darslarimizda tekstlarda bu xil zamon shakllari uchrab qolganda yoki mashqlarda texmi ko'p mashqlarni ishlash orqali pishiqlaymiz. Bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Savolinglar bo'lsa har vaqt inkas rayonida qoldirsanglar bo'ldi. Qo'limizdan kelishicha, sharoitimizning yer berishicha javob berishga tirishimiz. Ham sharoitinglar bo'lsa naq maydon o'tilayotgan darslarimizga WhatsApp to'pida e'lon qilindi. Qatnashib olishinglarni tavsiya qilamiz. U vaqtda shu so'zlagan grammatik uqumlarni naq maydonda muallimlardan so'rab, texmi ko'p mashqlarni ishlash orqali texmi pishiqlash imkoniyatinglar bo'ldi. Keyin qitimliq darsimizda ko'rishaylik, omon bo'lg'aysizlar.